tashlashdi. Lekin mana bu yoqda ham o'zgarish bo'lgan, o'sha payti ham bo'lgan. Sizga displaziyani ikkinchi set 2 ni birdaniga qo'yib qo'ymaydi. 10 yil, 15 yil vaqt o'tishi mumkin. Mana shu displaziya ikkinchi darajaga yetib kelishi uchun. 3 bo'lsa, уже bu onkologiyaning boshlanishi hisoblanadi. Bachadon bo'lada onkologiyaning boshlanishi hisoblanadi. Endi mana bunaqa narsada, hop, bu joy borgan sari chuqurlashib boraveradi. Hozir tashqarisida oqarib, chiroyli bo'lib qolgani bu sizda to'qima yo'qolib qoldi degani emas, lecheniyadan keyin. Baribir 2 bo'ladimi, 3 bo'ladimi, 1 bo'ladimi, oldin lecheniya qilinishi kerak. O'zimizdan o'zimiz kesib olib tashlayvermaymiz. Prosta siz shu amaliyotdan qo'rqasiz. U bizda частныйda qildirishingiz shart emas. O'zingiz tarafda viloyat onkologiyasi bor. Qayerdan keldingiz? Ha, o'sha yerda viloyat onkologiya dispanseri bor. Ana o'sha dispanserga borsangiz, u yerda ham onkologlar o'tiradi menga o'xshab. Ana o'sha joyda qildirsangiz ham bo'ladi operatsiyasi. No, baribir qildirasiz, boshqa yo'li yo'q. Ertaga bu uchga o'tsa, mana bu yerda faqat kulsiya turibdi, matka yo'q. Orqasida nima bor? Umurtqa pog'onamiz bor, ichaklar bor, oldida mochevoy puzir bor. Mana shu to'qimalarni zararlab qo'yganingizdan keyin bu joyni olish уже bemaqsad bo'lib qoladi. Tushundingizmi? Hattoki suyagigacha kirishi mumkin keyinchalik. To'satdan qon kelganda boshqa narsani ko'ramiz. Sizga bu operatsiyani etgan maqsadimiz biz mana shu standartdan u yoqqa ham bu yoqqa ham chiqa olmaymiz. Bir ayrim holatda chiqish mumkin, lekin unga bizlar vijdonimiz yo'l qo'ymaydi. O'sha standartingizda nima bo'lsa, o'sha narsani etdik biz. Bu kichkinagina amaliyotcha unaqa katta operatsiya hisoblanmaydi. O'sha zararlangan to'qimani kesib olib, hatto olganimizdan keyin ham gistologiyaga beramiz biz. O'sha oldiniga selikka qo'yib berdimi, gistologiya shifringiz yoqmagani uchun gistologiya darajasiga yetib bordingiz. Agar bachadon bo'yni mana shunaqa holatda top-toza bo'lib turib ham displaziya chiqib qolishi mumkin. Muammo anaqani kanalni ichida bo'lishi mumkin. Sirikalni kanal. Tushundingiz shu narsani? Bu yoqdagi rangi ochlashgani bizga hech narsani ko'rsatib bermaydi bu narsa. Chiroyli bachadon bo'yida hech qanaqa ko'rganda muammo yo'q, kolposkopiyada norma berilgan holatlarimiz bo'ladi. Lekin sirikalni kanalda onkologiya boshlangan holatlar chiqib qoladi. O'shaning uchun uni boshqa yo'li yo'q. Bo'lsa mana nechta odam analizning javobi bilan keladi, konservativ yozib beramiz. Bu bizga muammo emas, o'sha lecheniyani qilib berish. Yoki siz bu yoqqa to'lov qilib, bundan bir manfaatdorlik operatsiyani bet o'tkazinglar deganimiz yo'q, biz sizga xohmaymiz, o'zingiz tarafda